3. Bab. Rim imperatori Tiberius'ның 15 yili Xudodan çölde yaşayotgan Zakariyaның oğlu Yahyaga vahiy keldi. Şu çağda Yahudiya өлkəsidə Ponti Pilatus vali idi. Herod xan Galiliya өлkəsidə Herod xanның inisi Filip xan Ituriya və Trachonitis өлkələrində Lisanias xan Abilini өлkəsidə hakimiyet yürüzüvataddı. Hanandan keyin Qayapa baş ruhanilik qılıvataddı. Xudodan kelgan vahiy bo'yicha Yahyo payg'ambar Iordan daryosi vodisiga rayonlarni kezib yurib, yomon yo'llaringlardan yenib tavba qilinglar. Tavba qilganliginglarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunday qilganda Xudo sizlarni kechirim qiladi, deb jakarladi. Bu haqda Yashaya payg'ambar muqaddas yozmalarda mundaq deb yozgan edi. Bayavanda bir kishi dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar. Uning yo'llarini tuz qilinglar. Jilg'lar to'ldirildi. Cho'ng-kichik tog'lar paslitildi. Agri yo'llar tuzlanadi. Egiz pas yo'llar tekshilinadi. Shunda qilib, bütün inson Xudoning qutqizish yo'lini ko'ralaydigan bo'ladi, deb to'g'laydi. Xaloyiq Yahyo payg'ambarning oldiga cho'mildirishni qabul qilish uchun to'p bo'lib kelishdi. Biroq Yahyo payg'ambar ularga: "Ey soxtbaz ilalloh, tavba qilmay, Xudodan keldigan g'azabdan qechib qutulish uchun cho'mildirishni qabul qilayli deganinglar qandoq gap? Agar gunohlarimizga tavba qildik desanglar, uni harakatinglar bilan isbotlanglar. Uning ustiga o'zinglarcha biz İbrahimning avlodi bo'lganligimiz uchun Xudo gunohlarimizni cho'qim kechirdi deb o'ylab yurmanglar. Xudo bovimiz İbrahimga mushu tashlovdinmi farzandlarni yoritib beralaydi. Palta daraxtning yiltizga yaqinlashgandek Xudoning g'azabi endi sizlarga yetib kelish oldida. Yaxshi meva bermaydigan daraxtlar kesilib o'tqa tashlanadi, dedi. Ko'pchilik uningdan: "Undaqda biz qanday qilishimiz kerak?" deb so'radi. "Ikki qur kiyimi borlar, bir qurini yo'qlarga bersin. Yeydig'ini borlarmi? Shundoq qilsin", deb javob berdi Yahyo payg'ambar. Xalqni gollaydigan ba'zi bojgirlarmi cho'mildirishni qabul qilg'ili Yahyo payg'ambarning oldiga kelib, "Ustoz, biz qanday qilamiz?" deb so'rdi. "Belgilangandan ortiq boj olmanglar", dedi Yahyo payg'ambar ularga. Ba'zi lashkarlarmi uningdan: "Biz-chu, qanday qilishimiz kerak?" deb so'rashdi. Yahyo payg'ambar ularga: "Boshqalarning pulini zo'rliq yoki to'kmatlar bilan elib olmanglar. Ish haqqinglarga rozi bo'linglar", dedi. Xalq qutqizuvchi Masihning kelishini umid bilan kutmoqda edi. Hammaylar Yahyo payg'ambarni ko'rib, ichida qutqizuvchi mushu kishimidu deb o'ylashdi. Shuning uchun Yahyo payg'ambar ularga: "Men sizlarni suvga cho'mildiraman, lekin mendan keyin texmu qudratlik biri keladi. Men hatto uning oyog'ining yiplarini yeshishga loyiq emasman. U sizlarni muqaddas ruhga ham o'tqa cho'mildirdi. U qo'lidagi kurak bilan xamondagi sop bug'doyni omborga, sominini o'chmas o'tqa tashlaydigan odamga o'xshash hamma insonni ayirib chiqadi", dedi. Yahyo payg'ambar har xil yo'llar bilan xalqqa nasihat qildi va xush xabar yetkazdi. Uningdan boshqa Yahyo payg'ambar Herod xonni o'gay akasining ayoli Herodiyani tortib olganligi va nurg'ulg'an yomon ishlarni qilganligi uchun aybladi. Natijada Herod xon
texmu yomon ishdan birini qildi. Ya'ni Yahyo payg'ambarni zindonga tashladi. Yahyo payg'ambar zindonga tashlanishdan burun nurg'un odam uningdan cho'mildirishni qabul qilgan edi. Shu chaqda Hazreti Ayso mu cho'mildirishni qabul qildi. U duo qilayotganda osmon yerildi. Muqaddas ruh kaptar holatida osmondan tushib, uning ustiga qo'ndi. Ondan arshdan Xudoning: "Sen mening so'yimlik o'g'lim, men sendan xursandman" degan ovozi anglandi. Hazreti Ayso Xudo yo'lda xizmat qilishga kirishgan vaqtda 30 yoshlarda edi. Kishilarning nazarida u Yusufning o'g'li edi. Yusuf Elining o'g'li. Eli Mattatning o'g'li. Mattat Lavining o'g'li. Lavi Melkining o'g'li. Melki Yannayning o'g'li. Yannay Yusufning o'g'li. Yusuf Matatiyaning o'g'li. Matatiya Amosning o'g'li. Amos Nahumning o'g'li. Nahum Heslining o'g'li. Hesli Nag'ayning o'g'li. Nag'ay Mahatning o'g'li. Mahat Matatiyaning o'g'li. Matatiya Shimining o'g'li. Shimi Yosixning o'g'li. Yosix Yudaning o'g'li. Yuda Yuananning o'g'li. Yuanan Risaning o'g'li. Risa Zerubabilning o'g'li. Zerubabil Shaltiyelning o'g'li. Shaltiyel Narining o'g'li. Nari Melkining o'g'li. Melki Adining o'g'li. Adi Qosamning o'g'li. Qosam Yelmadamning o'g'li. Yelmadam Yerning o'g'li. Yer Yashuning o'g'li. Yashu Eliyazarning o'g'li. Eliyazar Yorimning o'g'li. Yorim Mattatning o'g'li. Mattat Lavining o'g'li. Lavi Shimonning o'g'li. Shimon Yahudaning o'g'li. Yahuda Yusufning o'g'li. Yusuf Yonamning o'g'li. Yonam Elyaqimning o'g'li. Elyaqim Meliahning o'g'li. Meliah Mannanning o'g'li. Manna Matataning o'g'li. Matata Natanning o'g'li. Natan Davudning o'g'li. Davud Yishayning o'g'li. Yishay Obidning o'g'li. Obid Boazning o'g'li. Boaz Salmonning o'g'li. Salmon Nahshonning o'g'li. Nahshon Aminadabning o'g'li. Aminadab Ramning o'g'li. Ram Yesronning o'g'li. Yesron Paresning o'g'li. Pares Yahudaning o'g'li. Yahuda Yaqubning o'g'li. Yaqub İshaqning o'g'li. İshaq İbrahimning o'g'li. İbrahim Terahning o'g'li. Terah Nahorning o'g'li. Nahor Serohning o'g'li. Seroh Rag'uning o'g'li. Rag'u Pelagning o'g'li. Pelag Eberning o'g'li. Eber Shalahning o'g'li. Shalah Qinanning o'g'li. Qinan Arpaqshadning o'g'li. Arpaqshad Samning o'g'li. Sam Nuhning o'g'li. Nuh Lamikning o'g'li. Lamik Metushalahning o'g'li. Metushalah Hanuhning o'g'li. Hanuh Yaretning o'g'li. Yaret Mahalalilning o'g'li. Mahalalil Qinanning o'g'li. Qinan Enoshning o'g'li. Enosh Shitning o'g'li. Shit odam otining o'g'li. Odam oti bo'lsa Xudoning o'g'li edi.